Assalamu alaykum hörmətli görülmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşündən qarşı alırıq. Uyğurlarning mənavi anısı hörmətli Rabiya Qadir xanım Mulan film haqqında bayanat e'lon qildi. Xitoyning qiliblaşqan hiyli-mikri. Yerlining tədqiqat doklati e'lon qilib, Xitoy virusining tajribaxonada paydo bo'lganligini isbotlamoqchi. Türk doktorlar O'zbekistonning Xitoy virusiga qarshi kurashiga yordam qilmoqda. Yeni bir Arab davlati Isroil bilan do'stlik o'rnatdi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bo'lsin. Disney film şirkəti Turpanda işləyən Mulan filmi 4 sentyabrda qoyuluşqa başlanğandan keyin Xitoy qurğan Turpandakı lagerlar xalqaro cəmiyyətin diqqət mərkəziga aylanıb, kişilik hüquq təşkilatları tərəfindən qattiq tənqid uçurmaqda. Mazkur filmga Uyğurlarning mənavi anısı hörmətli Rabiya Qadir xanım narazılıq bildirib, tövəndəki bayanatni e'lon qildi. Ben 1990-yılları Forbes jurnalida ismim tilga ilingan bir sobiq millioner va korxonachi bo'lish sifatim bilan shuni kesib deyalaymanki, ko'p pul tepish va katta korxona sohibi bo'lish tasish emas. Tasbog'ini bu pulni va bu kattalikni axloq chegarasidan chiqmay turib, qonunsiz yo'llarga mangmay turib tepishdir. Men Disney shirkatini Amerikadagi erkin jamiyatda va qonun davlatida qurilgan va taraqqiy qilgan bir shirkat bo'lish sifati bilan yolg'iz pul tepishda emas, balki haq adolatni yaxlashda, acizlarning haqqini yemaslikda va zolimga yon bosmaslikdami dunyoda bir ulgi deb qaraydi. Ammo uning Mulan filmini irqiy qirg'inchilik ep berilayotgan Sharq Turkistonning Turpan viloyatida siniq elishi va bu jarayonda davom qilayotgan qirg'inchilikqa hech qanday inkas qaytarmasligi, aksicha film oxirida qotil bir hokimiyatning qo'llari bo'lgan atalmish Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik Partikom tashviqot bo'limi va Turpan viloyatlik soqchi idorasiga minnatdorlik bildirishi Disneyning nomi uchun emas, Amerika davlati va Amerika xalqining obraziga dog' tushirdi. Ma'lumki, film ishlovchilar film singa ilingan atrofdagi film ekrandan ko'rinib turgan o qo'rqinchli lagerlarga ko'z yumgan. O lager qorosida qurolliq havolantirilayotgan, ko'zlari tengi holatda binodan binoga yetkilayotgan tutqunlarga parvo qilmagan. Shu kunlarda xalqaro axborotlarda oshkorlangan Uyg'ur qirg'inchiligi haqidagi Xitoyning maxfiy hujjatlari, sun'iy amrodan tortilgan lager qurilishlari va ko'zi tengilgan holatda yetkilayotgan Uyg'ur mahbuslarning ichinishli holatiga parvo qilmagan. Namrat bir davlatning ojiz bir shirkati bo'lgan bo'lsa, bu beparvolikni, bu pulga taslim bo'lishni ma'lum darajada tushunishga bo'ladi. Disneydek dunyoviy nom atoqqa ega bir shirkatning pul uchun irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bir hokimiyat bilan qo'l tutishi insondorchilik nuqtasidan to'lim yerginishlik bir sahna. Mazkur filmning mazmunining rayondagi Xitoy shovinizmga berayotgan ilhom haqida to'xtalmayman. Bu nuqtani cho'qim tarixchilarning, film mutaxassislarining tegishli inkosini qo'zg'aydi deb ishonaman. Ben bu yerda faqat Disney film shirkatini irqiy qirg'inchilik qilib berayotgan hukumat bilan hamkorlashib ishlagan mazkur filmni qo'yishni to'xtatishga, Disneyning Xitoy bilan sherikchiligidan yuragi zarba yegan Uyg'ur xalqidan apo so'rashga da'vat qilaman degan. Ma'lum bo'lishicha, Turpanda ishlangan Mulan filmining oxirida atalmish Xinjiang Uyg'ur Abnum rayonlik tashviqot idorasi bilan Turpan viloyatlik soqchi idorasiga rahmat aytilgan. Sobiq soqchi Yo'lvos apandi film ishlovchilarining Turpandagi mazkur lagerlarni ko'rmasligi va lagerda bo'layotganlarni bilmasligining mumkin emasligini, faqat bozor qo'g'lishibla tashviqot tarmoqlarining rayiga biqib, lagerdagi fojialarga ko'z yumganligini ilgari surgan. Xitoy tajovuz hokimiyati axborotdagi koni nayrangvozlik dasmoyisini yana ishga soldi. Yaqinqi kunlarda ijtimoiy axborot uchurlarida Xotan Qarqash noyisidagi Gultoj Barat, Abdul Ahad Yusuf, Xabar Maqsud, Maynur Tursunlarni ziyorat qilish orqali ularni davlatning siyosatining yaxshiligi, xalqning turmushining farovon, xushal-xuram, inoq ijillik ichida o'tayotganligini, atalmish jazo lagerlarining mavjud emasligini, chet el taratqularida tarqalayotgan xabarlarning yolg'onligini so'zlashga majbur qilgan. Bu saxta ijtimoiy uchurlardan shuni ko'rib olamizki, Xitoy tajovuzchilarining dunyo jamoatchiligini aldash va ko'zini bo'yash uchun to'qib chiqqan bu qip-qizil aldamchiligi razil kommunist hokimiyatining mohiyatini va abdi-bashirisini yana bir qatam oshkorladi. Amerikaning sobiq Shanghai universitetining virus va immunitolog mutaxassisi Yan Liming yaqinda Angliya televiziya stansiyasining ziyoratini qabul qilganda Xitoy virusini keltirib chiqargan SARS-CoV-2 ta'kidlab, Xitoy armiyasi tomonidan Wuhan virus tajribaxonasida sun'iy yasalganligini bildirgan. Gerçi bu bayonot hozir ilm-fan sohasida talash-tartish qo'zg'agan bo'lsa-mu, ammo u patiqinda o'zi va ilmiy tadqiqot guruhi tomonidan tamomlangan tadqiqot dokladini e'lon qilib, munosabatlik ilmiy isbotlarni ko'rsatganligini aytdi. 11 sentabr Yelliming maxfiy joyida sin olinish orqali Angliya mustaqil televiziya stansiyasi suhbat programmasining ziyoratini qabul qilib, virus SARS-CoV-2ning Wuhan tajribaxonasidan kelganligini, munosabatlik ilmiy isbotlarni e'lon qiladiganligini so'zlab, gen tartibi insonlarning barmoq iziga o'xshaydi. Genning tartibiga asosan virusning kelish manbasini aniqlagan bo'ladi. Men buni isbotlash bilan virusning nemishki Xitoy tajribaxonasida paydo bo'lganligini va Xitoyning nima uchun virus ishlab chiqaruvchi ekanligini, biologiyalik bilim bo'lmagan kishilarmi o'zlari tushuna oladi, topa oladi, aniqlantira oladi va dalillalaydi degan.
U o'zining va yuqori darajalik olimlar guruhining Xitoy virusi SARS-CoV-2 to'g'risida 2 turlik tadqiqot doklati tamomlaganligini, ularning ilmiy dalil isbot bilan virusning tajribaxonada paydo bo'lganligini isbotlaganligini, tunji doklatining kelgusi bir necha kun ichida e'lon qilinganligini oshkorlagan. Səhiyyə Ministerlik tərəfindən təyinlənən 16 türk doktori O'zbekistonning Xitoy virusiga qarshi kurashiga yordam qilish uchun O'zbekistonning har qaysi doktorxonalarida xizmat qilishni boshlagan. 28 avgustda O'zbekistonga yetib borgan 9 mutaxassis doktor, 6 yordamchi səhiyyə xodimi va 1 biologiyalik injenerdan tarkib topgan Turkiya səhiyyə atirti O'zbekistonga yordamga berib, poytaxt Toshkentdagi Xitoy virusi bilan yuqumlangan bemorlar uchun yasalgan 4000 karavotlik doktorxonadan boshqa O'zbekistonning Farg'ona, Andijon, Namangan, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlaridagi doktorxonalardami O'zbekistonlik bemorlarni davolamoqda. Bolalar kasalliklari doktori, og'ir kasallarni kuzatish, narkoz qilish, ko'krak kasalliklari, yuqumli kasalliklar, jiddiy qutqizish, ichki kasalliklar va ommaviy sog'lomlik mutaxassislaridan tarkib topgan turk doktorlar atirti sinalg'u chaqirish yig'ini orqali O'zbekistonlik kasbdoshlarga o'zlarining bilimi va tajribalarini yetkazib, ularning kasallikni davolash haqidagi savollarga javob bermoqda. O'zbekistondagi xizmatlarini 28 avgustda boshlagan turk doktorlari O'zbekistonliklarga mulozimat qilishni hafta oxirigacha davomlashtirdi. 11 sentabr Amerika, Isroil va Bahrayn birlashma bayonot e'lon qilib, Isroil bilan Bahraynning diplomatik munosabat o'rnatishga qo'shilganligini bayon qilgan. Arab birlashma xalifligidan keyin Bahrayn ikkinchi Isroil bilan tinchlik kelishimi hosil qilgan dengiz qo'ltiqi arab davlati bo'lgan. Iran, Isroil va dengiz qo'ltiqi arab davlatlarining ommaviy dushmaniga aylangandan keyin analizchilar boshqa arab davlatlari Bahrayn va Arab birlashma xalifligiga ergishib, Isroilni e'tirof qilishi mumkin deyishmoqda. Isroil bilan Bahrayn o'rtasida diplomatik munosabat o'rnatish qarori O'rta Sharqdagi nurg'un davlat va siyosiy kuchlarning kuchli qarshiligini qo'zg'agan. Fransiya agentligining xabari qaraganda 12 avgust G'azza rayonidagi falastinliklar Amerika, Isroil va Bahrayn rahbarlarining suratini ko'ydirib, Bahrayn bilan Isroil o'rtasida diplomatik munosabat o'rnatish qaroriga norozilik bildirdi. Falastin siyosiy tashkilotlarining rahbarlari xalqni 13 avgust namoyish o'tkazishga chaqirgan. 11 avgust Falastin agentligi xabarida Falastin bayonot berib, Bahraynning Amerikaning yordami bilan Isroil bilan bo'lgan munosabatni normallashtirishni qat'iy rad qilamiz va ayblaymiz degan. Shundaqla Falastinning Bahraynda turishliq bosh elchisini qaytarib olganligini e'lon qilgan. Bahrayn 15 sentabr Oqsaroyda o'tkazilgan Isroil bilan Arab birlashma xalifligining munosabatini normallashtirish kelishimining imzo qo'yish marosimida qatnashdi ekan. Washington pochtasi gazetining qarashicha, dengiz qo'ltig'idagi ikki boy davlatning Isroilni e'tirof qilish qarori Suriya, Yaman va parchalanib ketgan O'rta Sharq davlatlarining tinchlikni ishga oshirishiga foydasi yo'q. Oqsaroy kelar hafta nimalarni e'lon qilishidan qat'iy nazar, bu tinchlikning O'rta Sharqda boshlanganligidan darak bermaydi degan. Xabarlarimizga ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.